Assalomu alaykum azizlar. Kunlar isishi bilan atrof muhitda ko'plab hasharotlar paydo bo'ladi. Xuddi shu hasharotlarni chaqishi yoki tishlash tufayli organizmda ko'plab allergik holatlar, allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Bugun sizlar bilan hasharotlar allergiyasi, ya'ni insekt allergiyalar haqida gaplashamiz. Insekt allergiya bu hasharotlarning chaqishi, tishlashi yoki teriga tegishi yoki hasharot allergiyalarini ayrigan yo'lda nafas yo'liga tushishi tufayli paydo bo'ladigan allergik reaksiyadir. Quyidagi hasharotlar ko'pincha allergik reaksiyalarga sabab bo'lishi mumkin. Ular arilar, asalarilar, burgalar, bitlar, qo'ng'izlar, tarakanlar, suvaraklar, ba'zi bir kapalaklar, chumolilar, pashshalar va chivinlardir. Hasharotlar allergiyasi, ya'ni insekt allergiya sekin va tez tipda kechadi. Tez allergik reaksiyalarda hammamizga ma'lumki, immunoglobulin E ishtirokida kechadi. Hasharotlar allergiyasida sekin allergik reaksiyalar 3-4 tip immun javob reaksiyasi ko'rinishida kechadi. Bunda hasharot zahari tarkibidagi moddalar to'g'ridan-to'g'ri allergik reaksiya rivojlanishida ishtirok etadi. Klinikasi. Simptomlar hasharot chaqqanidan yoki hasharot bilan kontaktdan 10-20 minut o'tgandan so'ng paydo bo'la boshlaydi. Hasharot chaqqan joyda shish va qizarish shakllanadi. Shish 24 soatdan 48 soatgacha bo'lgan muddatda kattalashib borishi mumkin. Bu shishlar bir necha kungacha saqlanadi, ba'zan shishlar 10 kungacha terida saqlanib qolishi mumkin. Bemorlarda shuningdek, holsizlik, butun tanada qaqshashlar, ko'ngillanishlar, qayt qilishlari kuzatilishi mumkin. Juda kamdan kam holatlarda esa teri osti yog' qavati infeksiyasi, yallig'lanishi rivojlanishi mumkin. Ari, asalari kabi pardaqanotli hasharotlar chaqqan vaqtda og'ir anafilaktik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Bunda qon bosimi tushadi, nafas qisadi, tomoq shishadi, puls tezlashadi va bilinmay qoladi. Bemor hushini yo'qotadi. Aksariyat holatlarda esa hasharotlar chaqqanda mahalliy reaksiyalar kuzatiladi. Hasharotlar chaqqanda tarqalgan allergik reaksiyalardan teridagi tarqoq shishlar, torvoq, ko'z qovoqlaridagi shishlar shakllanishi mumkin. Bu toshmalar bilan birgalikda terida kuchli qichishishlar kuzatiladi. Oshqozon ichak belgilaridan ko'ngil aynishi, qayt qilish, dispeptik holatlar, qorinda og'riq, ich buzilishlari kuzatilishi mumkin. Davosi. Arilar yoki asalarilar chaqqan vaqtda chaqqan joyining bir qismi terida saqlanib qoladi. Shu qismni ehtiyotkorlik bilan olib tashlash zarur. Qo'l-oyoqlar chaqilganda esa zaharni butun tanaga tarqab ketmasligi uchun jugut qo'llash mumkin. Yengil mahalliy reaksiyalarda esa o'sha joyga muz qo'yish yoki mahalliy qo'llaniladigan antigistamin preparatlarini ishlatish mumkin. Butun tana bo'ylab tarqalgan reaksiyalarda terida kuzatiladigan qizil toshmalarda, torvoqda, ko'z qovoqlar shishganda birinchi yordam sifatida epinefrin qo'llash mumkin. Agarda simptomlar kuchayib borsa va anafilaktik shok kuzatilsa, bemorni tezda shifoxonaga olib borish zarur. Hasharotlar allergiyasi davosida glukokortikosteroidlar, antigistamin preparatlar, desensibillovchi preparatlar kabi dorilar qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.